Ya xurmoni emas, mana o. Mana qara. Fistashki daraxt, Eron xandon pistasi va nihoyat hosilga kirganini ko'rib turibman. Buni qaranglar. Birinchi marta vashi mazza. Qilingan mehnatni, rohatini, mevasini ko'rsa qanaqangi? Men hozir bittasini uzib oldim. Mana ichini ko'rinishi xandon pista bir soladimi, bizdan joylarda bo'ladimi deb ko'p odam savol berardi mana. Bu pishgani yo'q, конечно, lekin mana shunday ko'rinishda. Hozir turgan manzilimiz Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati Xo'jand shahri, Jabborasov nohiyasi G'ulakandoz qishlog'ida biza. Buni shu mana donagidan chiqarganimizda urug'dan, bundan 7 yil oldin 2019-yili texnologiyasini o'rganganimizda qanaqangi holatda buni o'stirish kerak. O'sha paytda yer tagida 3 metrdan pastda suv bo'lishi kerak. Agar 3 metrgacha suv bo'lsa, bular bo'lmaydi. Chunki ildizi o'q ildiz bo'lib yer tagiga kirib ketadi, suv qidirib kirib ketadi. Bu suvsizlikka moslashgan daraxt bu. Qayerda suv kam bo'lsa, problem bo'lsa, shu joyga ekish kerak buni. Mana hosil. O'sha paytda biz o'qiganimizda internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana shu donagidan chiqqan nihol 8 yildan 12 yilgacha hosilga kirardi. Mana bu mana qishlog'imizda 2019-yili olib kelib ekilgan ekan, hozir 2026-yil. 7 yilda o'sha hosil kirgan. Даже 6 yilda. Hozir 7-yil, o'tgan yil ham hosil solgan ekan. Mana bu yilgi hosilni ko'rib turibsizlar. Bir 10 tup daraxt ekish kerak ular edi. 10 dona ekish kerak ekan, mana shu hosili. Endi bu menimcha shu yoz oyini, avgustlarga borib menimcha pishadi. Agar shetda bo'lsam men kelib yana bitta syomka qilaman, uni pishgandagi holatini ko'rsatib beraman sizlarga, qanaqa bo'lishini. Agar kimda kim yana qanaqadir ma'lumot bo'lsa shu fistashki Eron xandon pistasi haqida kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana kimnikida solgan, kim o'sha paytda sotib olgandi bizadan, Jabborasov nohiyasimi, Xo'janddan kelib olishgandi, Ashtdan, Dushanbe taraflar olishgandi, O'zbekistondagilar olishgandi. Kimni uyida yana shunaqa solgan bo'lsa, aytsalaring, borib video qilamiz. Sog' bo'linglar.